Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Agar sizda mana bunday yapancha tovuğunuz kurq bo'ldi, tagida har kun tuqqan tuxumini olmayapsiz. Onalik instinti shakllanishi uchun. Men mana bunday qilganman-da. Mana shunday yapancha tovuğim kurq bo'lgan, joyiga boshqa tovuqni tuxumini qo'yib qo'ydim, turib ketgandan. Ancha yotib turib ketadi-ku. Bitta tuxumni ustiga yotgan bo'lsa, boshqanikidan qo'shib ikkita qilib o'zini tuxumini olib qo'yaverganman. Va 5 ta tuxumni ustida yotgan toza kurq bo'lgancha mast bo'lib kurq bo'ladi-ku. Joyidan tura olmay, keyin kechki paytga borib 5-6 kun yotgandan keyin kechki paytga borib 9 ta tuxumni qo'yganman. Avval tagida turmagan, tuqqandan olib qo'yganman. Salqin joyga. O'shani qo'yganman va o'shani bexato 9 ta ochib chiqqan. Siz onalik instintini shakllantirish uchun boshqa tuxumni qo'yib qo'ying joyiga. Obuna bo'ling.